Superliga birinchi tur. Qizilqum o'z maydonida Surxonni qabul qiladi. Uchrashuv 17:45 da 8-mart kuni sodir bo'ladi deylik. So'nggi 10 ta o'yinda Surxon 4 marta, Qizilqum 3 marta g'alaba qozonishgan. Durang esa 3 marta ro'y bergan ushbu jamoalarda. Qizilqumning tarkibi: Nikola Lazarich bosh murabbiy bo'ladi. U Qizilqumga qaytgan inson hisoblanadi. Hujumchilar: Ilguja Labjanedze, bu bilan Surxon shartnomani uzaytirdi. Roman Papariga Ukrainadan, Fayzullo Jumanqo'ziyev hamda Bobomurod Bozorov. Yarim himoyachilar: Jabaji Gauri Nasafdan keldi. Alin Mashvich Serbiya, Shahzodbek Rahmatullayev, Farhod Bekmurodov, Davron Anvarov, Diyor Rahmatullayev, Humoyun Abdualimov. Himoyachilar: Dilshod Komilov, Dushan Miyech, Nikola Kumborovich. Nikola Kumborovich ham Superligaga qaytgan legionerlarimizdan biri. Fayzullo Qambarov, Azizbek Usmonov, Samandar Shukurullayev, Ilhomjon Vahobov, Farruh Jo'rayev. Darvozabon: Sanjar Quvvatov va Farhod Rahmatov. Surxon tarkibi: jamoa bosh murabbiysi yoshlar bilan ishlashni sevuvchi va qoyillatuvchi Fevzi Davlatov. Hujumchilar: Abdug'ofur Haydarov, Jahongir Abdusalomov, Muhammad Ali Abdurahmonov bo'lsa, yarim himoyachilar: Asilbek Jumaboyev, Dmitriy Pletnyov, Kirill Kolesichenko, Behzod Shamsiyev, Dostonbek Tursunov, Dmitriy Kratkov, Humoyun Sherbotayev hamda Diyor Ramazonovlar. Himoyachilar: Jamoliddin Xo'janiyozov, Behruz Shaydullayev, Nodirxon Ne'matxonov, Sardorbek Mahmudov, Sunnatullo Hamijonov. Darvozabonlar: Artyom Potapov, u hozirda jarohatda. Dilshod Yo'ldoshev, Maksim Murkayev, Davron Merganov. O'yinning borishi to'g'risida fikr bildiradigan bo'lsam, Surxon tezkor, chaqqon, qarshi hujumlarga e'tibor qaratsa, Qizilqum o'yinni nazorat qilishga va aql bilan ish ko'rib g'alaba qozonishga intilsa kerak.